Ketdik o'g'lim birovning mashinasi tegmay qirilib qoladi. Men sizga katta bo'lsam, mashinaka mashina olib beraman. Rahmat o'g'lim. Olay qo'ling mashinadan. Xo'p bo'ladi, uzrim aka. Okey. Uzr men bor. O'g'lim yuring. Sani bolangmi? Ol bolangga qarasang bo'lmaydimi? Uzr men bor. O'g'lim uchun ham men uzr so'rayman. Bironma qilib qo'ysa sen to'laysanmi? To'lashga puling ham yo'q-ku. Bor adang oldiga. O'g'lim yuring. Hadidan hozir. Mana konstitutsiyadan mayli aka. Lekin odamga qattiq gapirishga hech kim haqqi yo'q. Shuni bilib qo'ying. Mana dadam dunyodagi eng boy dada. Dada, men sizga necha marta aytdim mashinamga tegmaydi. Mashina topiladi, lekin ota topilmaydi bular.